Assalomu alaykum, yoppasiga gul shaydolari, charchamayapsizlarmi? Hojonalar, hojotalar, hojopalar. Mana yangi gullarimiz keldi. Bu qator yana obzor qilib qo'yay. Kamilani qaranglar. Shirinligini, go'zalligini qaranglar. Bo'ylari 1,5 metrlik. 150 ming so'mga tushirdik. Bu qator yana obzor qilib qo'yaman. Kivi so'raganlarga mana ishonchlik. Instagramda reklama qilayotgan sarig'a. Mana qizil sarig'a. Mana ishonchlik. O'zi mevalarini ham ushlab qopti. Mana ko'rishinglar mumkin. Bemalol bir jup bor. Mana ulama bular ham. Mana 220 ming so'mdan. Hoji akalar, ko'p yillik bolajonlarga mana uyga naq qo'ysanglar. Hop, boshladim bo'lmasam bu yerdan mana obzorlarimni. Tahira degan gullarimiz kelgan, monqalar chiroyli holatda. Bularni narxlar bilan tanishtiraman. Bularni 130 ming beryapmiz dani momentda. Hop, mana azaliyalardan boshlaylik. Mana bir-biridan go'zal atlasnoylari. Bular 100 ming so'm, 90 ming qilib beramiz. Xudo xolasa bir hafta qoldi. Namanganlikni intizorlik bilan kutyapmiz. Gullar festivalida bular bilan qatnashamiz. Bir-biridan go'zalliklarni olib kelib qo'yganman. Monqalar gullaydigan kalataylarni. 90 ming berdim mana shularda 100 ming deb. Chiroyli ochilar ekan gullari ham. Yangiliklarimiz keldi. Yana bir qator. Shikast qaranglar. 150 ming so'm beryapmiz. Mana 4 ta, 5 ta bolasi bor. O'zi bilan 5 ta bo'ladi. Mana. Holati. 30 ming oldinlari mononi bittasini o'zi 50 ming 60 ming turgan. Mana mononi qanchada shunday pichada kesib olsanglar, o'yib. Mashina so'zashnaqa bo'lgan. Bu ashaqa hisoblasam 30 mingga tushadi. Mana katta shikasimiz 150 ming so'm. Qo'ling dard ko'rmasin bolam deb duo qilib qo'llab tursanglar bo'ldi. Like bosib podpis deydimi? Anaqani bossanglar, sizlarni kontaktlardagi odamlar ham ko'radi buni. Yangiliklarni. Yuradi qizartirib qo'ysanglar, monqaringlar kalatay anaqaladi. Kratonlarimizni 7 xilga tushib keladigan narsa. Bular 100 ming so'mligi. Mononisi mana 200 ming so'mlik kattasi. O'rtada mana Silver Bay degan narsa bor. Bu ham usti ko'p, 5 ta 6 talik. Bo'lsalar bular 30 ming so'mga to'xtab qoladi, 150 ming sotyapmiz. Hop, tepada mana karis saralarimiz bor. Haviya palmalarimiz bor mana. Bo'ylari 1.20. 100 ming so'm onajonlar, mana duo qilinglar. Orqasidagi kofelarimiz mana 220 ming so'm. Endi ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana zenzilarimiz kelgan, mana katta kusligi. Manaqalardan mana 3 ta chiqadi mononda. Bu 250 ming so'mligi, monolari mana 150 ming so'mlik. Istab kelsanglar, Ravshanbek do'koni desanglar, mana mashlar 130 dan qilib beraman. Hop, mana mozamiyalarimiz bor, yana yangiliklardan keldi. Bularni 110 ming so'm berdik. Mana bu qorasi. Bir qator yana yangiliklar obzor qilib beryapman-da. Monqalar deyman, ayol baxtini qaranglar, eng kattasi 1.30 bo'ylari. Atmosferani qaranglar, mana. Uzoqdan ko'rsataver. 250 ming so'm shu ayol baxti. Mana monolarimiz ham bor, dipsis bor, mana kofel mana 2 qavatligi, 2 etajligi. Bularni 300 ming so'm berdik. Mana pastda bir-biridan chiroylilari bor, mana ayol baxtini. Mononisi 100 ming so'm, monolari mana 80 ming so'm. Yana skidkaga tushirdik mana, mazza qilsin. Qo'llab-quvvatlaydiganlar mazza qilsin. Usmoniya mana 120 ming so'm mononasi. Monolarimiz mana 80 ming so'm. Bemalol olinglar, guli bakka aylanib ketadigan. Yana bitta yangiliklardan Drasina keldi, monqaringlar, kompakt, 4 talik. 150 ming so'mdan kimga kerak bo'lsa. Mana dunyoda birinchi o'rinda turadigan sansiyralarimiz mana 50 ming so'mga tushirib yubordik. 70 ming so'm, 65 ming so'm edi. Buni ko'p ko'rganlar biladi. Mana qustlari 3 tadan gold sorti, monqaringlar. Chiroyli holatda 50 ming so'm. Ko'pchilik qimmat deydi. Buni olib yurgan odamlar tushunadi. Mana bittadan bo'lsalar mana 15 ming so'mga to'xtaydi, 16 mingga. 16 mingga hozir hech qanaqa gul bermayapti. Oddiy geran ham 25 ming so'm. Xo'p. Mastin rapuslarni qaranglar. Nima deyapti mana mastin rapuslar mana. Zo'r sort, qattiq bahlari ham qaranglar, chiroyli aylanadigan. 80 ming so'm. Mana agronemalarimiz mana 90 mingdan berdik, bir-biridan go'zal. Mana bilkinni qaranglar mana. 70 ming so'mdan. Joni mahkam, ancha-muncha o'lmaydi. Zo'r gullar. Mana anturumlarimiz bor, mana 60 ming so'mdan bunalar.
Stemdan pusimiz bor. Mana 80 ming so'mdan. Mana o'zi go'zal bo'lib qoldi. Voyenniy sorti maqsadlar osilib tushadi. Uni bog'chalarga, anaqalarga kelsa, kislorodga boy, yaxshi turadigan gullardan bittasi bu ham. Bambularga qaranglar, mana yangi bir-biridan chiroyli keldi. 120 ming so'mdan sovg'a bo'lib, haqiqiy keramik idishda original. Monolarni mana 70 ming berdik bambuni. Mana likoplar o'zi bilan chiroyli holatda. Qator obzor qilyapman. Qo'llab tursanglar bo'ldi, xojonalar. Papirdinlarimiz bor mana 50 ming so'mdan mana go'zal holatda. Mana qaranglar. Aglaneyman yangi sortlari. Mana bunisini 90 ming qilib beraman. Monolarimiz bor, dikinbahilar mana. 150 ming so'm. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar, bemalol mana rus qushlarimiz. Mana mitrishkalarimiz qolib ketibdi-yu, zamiyalarimizni qaranglar, zenzisi mana. Bo'lsanglar bo'ladi. Bemalol bo'laverasizlar. 3 tadan chiqaveradi mana. Qushlari, mana qaranglar, tayyorlari tayyor. Chiroyli holatda. 80 ming so'mdan berdim zenziyni mana. Gollandskiy sortlari, mana qaranglar, xudo xolsa Namanganga olib boraman mana shularni. Namanganlik xojonalarning duosini olaman bu yil. Niyat katta, yangiliklar bilan yangicha ko'rinishda gullarni olib borish niyatdamiz inshaalloh. Mana shu yerlarga borib xalqning duosini olamiz. Namangandan kutayotgan opalarim ko'p. Mana qaranglar, mana 60 ming so'mdan 3 xil ekilgan, 3 tasi bitta. Bemalol qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. O'zbekiston bo'yicha mana dastlabki chiqarib beraman aytgan yeringlarga. Namangan atrofidagilarga xudo xolasa 5 kun kutsanglar mana telefon nomerlarim. 5 kunda xudo xolasa gul festivalida bo'lamiz. Shu bo'yi ashida 50 kun ishtirok etamiz. Mana shu gullarimiz ko'rayotgan gullarga 3 baravar ko'p assortiment bilan inshaalloh qatnashamiz. Hozir bitta furamiz yo'lda, zakaz urganmiz. Nimalar borligini sir aytmayman hozircha. Inshaalloh ana shu gullar bilan qatnashaman. Sirenda yaxshi sortlari yu, mana kividi ulamalari, mana shunaqa uzoqda qishda ham turaveradigan yaxshi narsalar bilan qatnashamiz. Sizlarni duoinglarni olish maqsad, pulinglarni emas. To'g'riroq aytsam, ota-onangga rahmat bolam. Charchamagin deb qo'ysanglar, biz tog'dek ko'nglimiz ko'tariladi. Xudo xolasa muxlislarimizga yaxyapti ekan deb izlanishda davom etaveramiz. Mana qaranglar. 60 ming so'mdan gardeniya oppoq ochiladigan, rosa xushbo'y bo'ladigan gullardan bittasi. Bemalol murojaat qilaveringlar. Telegram orqali javob beraman. Kanalimga ulab qo'yaman. Mana shu nomerga telefon qilsanglar, mana 99lik 140 88 41 meni nomerlarim. Xudo xolasa kanalimga ulansanglar, yangiliklarni ko'pini gruppa Telegramga tashlayapman. Muntazam kuzatib turasizlar. Rahmat, boringlarga shukr. O'tkazmasdan bizni ko'rganinglarga Xudoga shukr. Rahmat opalar.